Hech qachon mahsulotingizni narxi qimmat bo'lgani uchun o'zingizni oqlamang. Agar sizdan nimaga bunchalik qimmat, nima uchun shuncha turadi deb so'rashsa, sizni xayolingizda darrov uni ishontirishingiz, unga sabablar keltirishingiz kerak degan narsa keladi. Birinchidan bunaqa, ikkinchidan, uchinchidan ham misol uchun u bo'lsa o'zini xuddi sudyadek tutadi. Xo'p, unchalik ishontira olmadingiz deb baholaydi sizni. Bu xuddi uchrashuvga chiqqaningizda kimdir sizdan to'g'ridan-to'g'ri yuzingizga qani aytingchi, men sizga vaqt sarflashim uchun nima bilan isbotlaysiz, nima uchun sizga vaqt sarflashim kerak degandek juda ham noqulay holat, juda ham noto'g'ri holat, to'g'rimi? To'g'ri, sizlardan tishili mumkin, dildora, lekin uchrashuvda odamlar teng huquqli bo'ladi. Bu yerda u odam pul to'laydi-ku deyishlar mumkin. To'g'ri. Lekin yaxshilab eshitinglar. Birinchi odam pul to'laydi. Ikkinchi odamchi nima? Qarz so'rayaptimi? Ikkinchi odam xizmat ko'rsatyapti, mehnatini, energiyasini sarflagan mahsulotini taklif qilyapti. Bu ham teng qiymatga ega. Nima dedinglar? Xo'sh, unda nima deb javob berish kerak deydigan bo'lsanglar, agar sizga nima uchun bunchalik qimmat turadi deb so'rasa, siz ayting. To'g'ri tushundimmi? Sizga bu mahsulotimiz biroz qimmatdek tuyulyaptimi? Agar shunaqa bo'lsa, o'zingizni maksimal byudjetingizni aytsangiz, ya'ni bundan yuqoriga chiqa olmaydigan summani aytsangiz, men imkon bo'lsa, sizni byudjetingizga mos variantlarni taklif qilishga harakat qilaman deb aytinglar. Xuddi shunaqa javob etinglar va qanaqa natija bo'ldi kommentda yozib qo'yinglar. Do'stlar, menga obuna bo'ling. Meni blogimda bundan ham foydali sotuv, marketing, rivojlanish bo'yicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hozirroq obuna bo'lmasanglar, blogimni yo'qotib qo'yishingiz mumkin.